Assalomu alaykum mushtopli qarindoshlar. Mushu bir komil Qashqarlininki mushu hadis inkorchilariga degan yozmini texichi davomlashtirayotganlik to'g'riliq qarindishimiz bu texich qismli qilib yozib o'tibdi nima buni debdi. Endi buning to'xtamaslik sababi nima desa, bu yerda men bir narsani misol qilay. İbrahim Damullamning bir so'zi bor. Bir ölçümü yo'qning hech o'lchimi yo'q deb qo'ydi. Ancha-muncha to'plag'ini yezib qo'ydi. Ham so'zlagan vaqtlardami ancha-muncha da'vatlarga qistirib o'tib ketadi bu so'zni. Bir o'lchimi yo'qning hech o'lchimi yo'q. Endi bu biz dunyodagi boshqa ishlarga ancha boshqa qilayotgan ishlarga ancha o'lcham izlab ketmasakmi, ancha selishtiradigan bir narsalarni izlab ketmasakmi, ba'zi narsalarni o'zimizning kallasi bilan qilib keta olamiz. Ba'zi narsalarni shunday bir o'lchamli qilib, o boshqa kitoblarga selishtirib, bir narsani qurashtirmoqchi bo'lsakmi, uning qurashtirish kitoblari bo'ladi, kataloglari bo'ladi. Katalog deb qo'ydi. Shuni qarab turib, qurashtirib ketamiz. Ba'zileri onun qarmaymi qurashtirib ketaverdi. Nurg'un narsalar bor dunyolik ishlarda bir narsaga o'lcham qilib turib qiladigan yoki o'lcham qilmay turibmi inson o'zining aqli bilan qilib ketaveradigan nurg'un ishlar bor endi. Endi mau bizning da'vo qilayotganimiz, bizning talash tortish qilayotganimiz bu Allohning koinotni, maxluqotni, mavjudotni yaratgan Allohning insoniyat dunyosiga tushirib bergan, tanlagan dini. Biz insanlara mana bu İslam dinini din qilib tanladık dedi Allah. İnsanların qandaq bir dinga e'tiqod qilishni uni shu ixtiyorligiga qo'yibdi. Lekin biz insanlara mana bu İslam dinini din qilib tanladık dedi. Qiyomat kuni shu dinning o'lchamiga selib turib, insonlarning hisobini oladi Allah. Endi bu dinning o'lchami qaysi desiniz? Sura Zuhrufning 43-oyatida Qiyomat kuni sizlarni biz bu shu Qur'on bilan so'raymiz degan oyat bor. Ankabut 50-51-oyatda mushu tilovat qilinib turadigan Qur'on sizlarga kifoya qilmadimi degan oyat bor. Mushu Qur'onning yetarli ekanligi va shu Qur'on bilan so'raydiganligini Alloh deb qo'yaylik. Muhammad alayhissalomdek shundoq ilg'or bir aqli tafakkuri intayin yuqori bir ishlarni shunday hikmat bilan qiladigan shu zotga Qur'onni nozil qilib nima dedi desak, sana biz bu Qur'onni nozil qilishdan burun iymonning nimaligini, islomning nimaligini bilmaydan dedi. Muhammad alayhissalom o iymonni va islomni shu Qur'ondan o'rgandi va iymon islomni Qur'on bilan o'rgatdi. Qur'on bilan o'rgatdi. Biz bu din bu dunyolik ishlarimizdagi boshqa ishlarga o'xshamaydi. Bu hem bu dunyoligimiz hem oxiratligimizni belgilaydigan bir narsa. Bunichi desa, inson yozgan bir narsalar bilan buni o'lchab, inson yozgan bir narsalar bilan to'g'ri xatosini ayriyamaymiz. Bu koinotning, maxluqotning, mavjudotning yaratuvchisining dini bo'lgandan keyin, shu dinni, ya'ni islom dinini sizlarga din qilib tanladim degan bo'lgandan keyin, islom dinining bir o'lchami bor, u bo'lsin Qur'on. Moşunun selip turib ölçeyimiz. Onundan başka dünyada anda deptike, mamanda deptike degan gumanlıq narsalarga selip dinni ölçügün olmaydı. Hem gumanlıq narsalarga işinip bu imandımız sağlam tuğunu bulmaydı. Sağlam tuğunu bulmaydı. Sure Necm'nin 28. ayetinde gumanlıq narsa haqni ispatlaştı hiç narsaga erzimaydi dedi. Dünyadaki meyli hadis bolsun, meyli alimlar birlik kelgen desin, falanca an deptiken, pokunç man deptiken desin, o narsalardan gumanlanış hakkımız var mıdır? Gumanlanış hakkımız var. Gumanlanı alamdık, gumanlanımız. Allah gumanlık dedi, onu gumanlık o. Mana gumanlık bulmagan bir narsa var, o bolsun mu? Kur'an. Kur'an. Muhammed Aleyhisselam'ın en ahirki peygamber kılıp Allah. Onun dikin peygamber kelmeydiganligini şu kitapta, Sure Ahzab'da ayette çıraylık dep qo'yib, bu kitobni desa o'zgartirmaydigan qildi. Hech kim uning o'qishini keltirolmaydigan qildi. O'zgartirmaydigan qilishi va hech kim uning o'qishini keltirolmaydigan qilishi nima desa, payg'ambardan payg'ambar Muhammad alayhisalomdan keyin payg'ambar kelmagandan keyin desa, bu dinni shu o'zgarmaydigan yerda saqlaydi uni. Saqlaydi. Payg'ambar alayhisalomga
asosiy jihatdan mana shu Qur'onni yetkiz, rasullik vazifangni o'ta, rasullik vazifangni o'ta, shu vazifani o'tash jarayonida shu Qur'onda men nima degan bo'lsam halol degan bo'lsam halol bil, harom degan bo'lsam harom bil dedi va uningdan boshqa shu payg'ambarning bir narsani halol va harom qilolmaydiganligini shu oyatda deb qo'ydi. Hattoki sura Haqqoning 46-oyatida biz demaganni sen desang sening qizil tomiringni kesib o'tamiz degan oyat bor. Kimki o bizning nomimizdan halol harom qila oladigan degan oyat bor. Hozirgi ahli sunniy vel jamoada mush ishchidan chiqqan olmaydigan mush bir komil tursini yozayotgan bir narsalarda nurg'un halol haromlar insonlar tarafidan o'tirib qo'yilgan. Nurg'un halol haromlar. Buni shu Allohning nomidan mushu halol, mushu harom desa Allohga shirik keltirgan bo'ladi bir inson. Allohning kitobida aytilmagan nurg'un iymonga shart qilingan narsalar, Allohning kitobida aytilmagan mani inkor qilsang kofir bo'lsa, ani inkor qilsang kofir bo'lsa degan narsalarga ishonsa, inson bu dindan chiqib ketadi, Allohga shirik keltirgan bo'ladi. Zot bu din shu Qur'on bilan o'lchindi. Qur'on bu dinning o'lchami. Og'zimizga kelganni deb bir narsalarni dalil qilib yezib, Qur'onga qarshi chiqmoqchi bo'lsak-chi, Qur'onni chiroyli o'tirib qo'yayotgan. Qur'on bilan yana Qur'oncha bo'lib bilib odam qaymoqtirayotgan odamlar bormi-desa bor. Lekin Qur'onni iymon keltirib turib, Qur'ondagi narsalarni o'ziga o'lcham qilmay, o'zi e'tiqod qilgan dinga o'lcham qilmay, yana boshqa bir narsalarni din deb o'tirib qo'yayotganlar bormi-desa bor. Mana mushundaq odamlar tarafdan bu din buzilib mangadi. Demak, Qur'on bu dinimizning o'lchami. Bir narsani o'ziga o'lcham qilmagan odamning mandaqcha aytganda qizil siziqi yo'q bo'ladi uning. Bir to'xtaydigan qizil siziqi yo'q. Mushu bir komillarning bir to'xtaydigan qizil siziqi yo'q. Sening qizil siziqing qaysi desa, ahli sunniy va jamoa deydi. Qur'on va hadis deydi. Unda qo'sa Qur'on va hadis deb turayotgan narsaning ichidan hadis deganlarining ichida Qur'onning oyatlarini inkor qiladigan va ikkisi bir-birini inkor qilib turadigan o't bilan sudek bog'lashmaydigan, ayrim hukm berib turadigan, Allah bir hüküm berdigan, payg'ambar bir hüküm berdigan qilib qo'yaqliq. Allah o'z oldiga bir din qo'ydigan, payg'ambar bir din qo'ydigan qilib qo'yaqliq. Dinning egisi Allah, halol qilish, harom qilish Allohning ilkida. Payg'ambar bir narsani halol va harom deb Alloh nomidan dalanmaydi. Sening qizil tomiringni kesimiz deganlikin dalanmaydi deyish huquqi yo'q. Desangiz unmaydi. Unmasdan ana mening qizil siziqing bormi sening desa, mening qizil siziqim Qur'on va hadis, Qur'on va sunnat deydi. Qur'on va sunnat. Sunnat degan yo'l degan gap. Qur'on Allohning kitobi. Muhammad alayhisolamning sunnati qaysi desa, shu Qur'on. Qur'onni o'zi yo'lboshchi qilgan. Hozirgi dunyoda yezilib ketib qolgan nurg'un fatvolar, nurg'un halol haromlar hech qaysi Muhammad alayhisolamning vaqtida o'tirib qo'yilgan narsa emas. Keyingi zamonga kelib buning soni intayin ko'payib, qaymoqib ketdigilik. Demak, shu bir komil Qashqarlidek odam, shu bir komil Qashqarlidek bir masalaga ashta qaraydigan odamlarning qizil siziqi yo'q. Bir to'xtaydigan bir yeri yo'q. To'xta deydigan bir yeri yo'q. To'xta deydigan bir yeri bo'lsa desa, hadis bilan oyatlarni zidlashtirib qo'ymaydi. Va Qur'on bermagan hukmlarni mana bu ahli sunniy vel jamoaning hukmi deb nurg'un o'ltirishlarni, nurg'un e'tiqod qilishlarni o'tirg'a chiqmaydi. Demak, Qur'on bularning qizil siziqi emas, bularning qizil siziqi yo'q. Dinda o'zining qizil siziqi yo'q odamchi desa, bu dunyodan iymon bilan ketishiga men ishonmayman. Qolgan tarafini Allah o'ziga qo'yib qo'yamiz hamda Allah kechirsin. Bu dinda o'zining bir qizil siziqi yo'q, o'lchami yo'q insonning iymonining mukammal bo'lishiga odam ishini bo'g'ini bo'lmaydi. Chunki o'lcham bo'lmagan odam desa, boshqa narsalarni din deb e'tiqod qiladi, Allohga sherik keltirdi.